qizlar homiladorligimda, rahmat bermaysizlar, men tez yopib bordim sochimni. Rosa Hydrofacial degan chistkani, vakuumli chistkani qarab yurdimda Instagramda. Xudo xolisa tug'vasam boraman shunga, zo'r ularni qilarkan. Apparatni chistkaga ham bitta boraman. Ba'zi homiladorligimda ozgina yuzim bizildi, o'rtada yaxshigina bizildi ham. Shu Hydrofacialga boraman deb qarab o'tiruvdim-da. Hozir bunda vakuumni apparat qilib yuzimni tozalashni boshladilar-da. Nima bu desam, bu Hydrofacial dedilar-da. Voy deb qoldim-da. Vроде oddiy narsa, но bir xilda-chi, niyat qilgan narsalaringizni Xudoyim shunday olib kelib beradi-ku sizga, как на блюдечке, подносda qo'ygandek. Shunaqa xursand bo'lib ketdim, yozgan javobim, "Ey Xudoyim, o'zingga shukr deb aytdim-da." Ya'ni LED qo'yarlar-da, hozir ko'rasizlar. Uni ham ko'rib o'tirardim Instagramda. Unaqa apparatlar ham bor ekan-ki, "Voy siz вообще Pro Max ekansiz" deb kulib o'tdim. Har doim yaxshi niyat qilinglar.